Bu video ayn harfini chiqara olmayotgan yoki chiqarishda loqaydlik, dangasalik qilayotgan o'quvchilar uchun. Xo'p, siz ayn harfini chiqarish, shunaqa o'quvchilar bor, ayn harfini chiqarish shartmi deydi. Albatta shart. Ayn harfini chiqara olmasangiz juda ko'p so'zlarning ma'nosini buzishga hamda juda ko'p so'zlarni siz ayta olmaysiz. Misol uchun amal so'zi. Amal degani ish degani. Siz uning o'rniga amal deysiz. Ayn harfini chiqara olmasangiz amal. Bu nima bo'ladi? Bu umid, ishonch bo'lib ketadi. Yoki alam so'zi. Alam bayroq degani. Endi alam bo'lsa-chi, hamza bilan. Alam bo'lsa bu og'riq bo'lib qoladi. Keyingisi arud bo'lsa bu taklif, taklif yoki namoyish. Arud. Siz buni arud deysiz, vaholanki bu yer ma'nosiga o'tib ketadi. Men namoyishdaman hozir desangiz, anal an fil arud bo'lsa